Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandagi vaqtlarimiz. Ramazon sharafli bir oydir. Xuddi Masjidi Haram makon sifatida hurmatli bo'lganiga o'xshash, Ramazon oyimi Ramazon sifatida hurmatli. Bu hurmat va ulug'liq Alloh taolaning kalomining ushbu oyda tushganligidandir. Alloh taolo aytadi: Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidayet qılğıcı ve haq bilan nahaqni ayırğıcı roşan ayetlerdir. Bütün insaniyet üçün hidayetning bayoni bo'lgan ayetler nazil bo'lgan ayning vaqtlarının qimmatlik ve ulug' bo'lishi haqdir. Qur'on Karimdan ilgari tushirilgan samaviy kitoblarmi Ramazon oyida tushgan bo'lib, ular hidayetning bayonotlari ve haq bilan nahaqni ayırğıcı edi. İmam Ahmad Musnadida Vasila ibn Asqa radiyallahu anhudan rivoyat qiladi-ki, haqiqatan Payg'ambar alayhissalom İbrahim alayhissalomning sahbilari Ramazonning tunji kechasida, Tavrat Ramazonning 6sida, Injil Ramazonning 13ida nozil qilingan edi degan. Shunga Ramazonning vaqtlari alohida va qimmatlidir. Kimki Ramazondagi vaqtlarni zoya qilaversa, o'shanlik qilgan, nafsiga zulm qilgan va o'ziga shu yildan bir oyda adil muomala qilmagan bo'ladi. Ramazondagi vaqtlarni zoya qilib o'tish, garchi ziyonni selishtirg'ili bo'lmasa-mu, ba'ayni umrining zoya bo'lishidir. Kimki Ramazonda bo'shanlik qilib, fursatlarni qo'ldan berib qo'ysa, ömrünün qalğan qismida texmi ko'p boşanlık qilib, fursatlarni qochirib qo'ydi. Agar har minut vaqtning behuda o'tib ketayotganligidan va zoya bo'layotganligidan g'aflat qilgan bo'lsa, Alloh taologa qarab mangan safarida normal yo'l yurish bilan nishonga yetib berish orasidagi bosqichlarni idrok qilishdan bexud qolganligiga ishoradir. Ey qarindishim, hayat safaringizni kuzatib, Ramazon oyidagi yo'lchiliginiz bilan selishtiring. Bu oyda o'zingizning nada ekanligini bilishingiz uchun vaqtingizning qandoq o'tganligiga qarab beqing. İmam İbnul Qayyim bundoq degan: Bandaning yuragi so'qibda turadi ekan, u Alloh taologa safar qilg'uchidir. Bu safarning muddati umrdir. Kecha bilan kunduz birdan bosqich bo'lib, kishi nishonga yetib borganga qadar to'xtamasdan davomlashadi. Aql qilgan yaxshiliklarning mukofotini olish uchun Alloh taologa yaqinlashtiradigan narsalar bilan safarini tamomlashga ko'ngil bo'ladi. Inson o'g'li xilma-xil keladi. Ba'zilar kufrlik va xilma-xil ma'siyatlardan iborat jahannamga yaqinlashtiradigan narsalar bilan ozuq-tulik ilib safarini tamomlaydi. Ba'zilar Alloh taolo va uning jannatini maqsad qilib safarini tamomlaydi. Ular 3 qismdir. Ilgirlab ketguchilar bo'lsa, farzlarni vaqtida ado qiladi. Xilma-xil nafli ibodatlarni ko'plab qiladi. Harom, makruh va ba'zi mubahlarni tark etadi. Maqsadga yetguchilar bo'lsa, farzlarni ado qilib, haromlardan saqlanadi. O'ziga zulm qiluvchilar bo'lsa, yaxshi amal bilan yomon amalni aralashtirib o'tadi. Ular orasidagi farq nihoyat cho'ngdir. Siz, do'stlar qarindishim, hayot manzilingizdan biror oyingizdagi vaqtlaringizning hisobini so'rash va Ramazon oyidagi turmushingizga qarash orqali qolgan hayot safaringizning qandoq davom qilganligini bilalaysiz. O'zingizdan so'rangki, men ilgirlab ketguchilardanmi yoki men maqsadga yetguchilardanmi? Va yoki Ramazon oyini va qolgan butun hayotini zoya qilib o'ziga zulm qilguchilardanmi? Agar siz Ramazonda va qolgan umringizda yaxshilikqa oldiruvchilardan, ilgirlab ketguchilardan bo'lsangiz, uning mukofoti rohat farog'at, yaxshi rizq va nazi-ne'matlik jannat bo'ladi. Agar maqsadga yetguchilardan bo'lsangiz,
saadetmenlerdindirsiz. Ey Muhammed, saadetmenlerden sana salam. Ammo siz vaqtlarni zoya qilib etgan, o'z nafsiga zulm qilganlardan bo'lsangiz, Ramazon va Qur'on Karim sizdan shikoyatchi bo'lishdan ilgari tavbaga oldiring. Ramazonda vaqtni zoya qilib etgan kishi boshqa vaqtlarda texmi bekrak zoya qilib o'tadigan bo'lg'achqa, Imom Ibn Rajab ovozini yuqori qilib mundoq deydi: Ey ömrünü itaatsizlikle zayi qilib etgan kishi, ey Ramazonda va boshqa chog'larda bo'shanliq qilib vaqtini zayi qilib etgan kishi, ey kechiktirish va bo'shanliqni dasmoya qilib olgan kishi, sening bu dasmoyang nima degan yomon? Ey Ramazonni va Qur'on Karimni shikoyatchi, da'vogar qilib olgan kishi, shafaat kuni, ya'ni qiyomat kuni o'z ustingdan shikoyat qilg'uchidan sen qandoqmi shafaat umid qilasan? Biz Ramazonda Allohning hidoyati va payg'ambarimizning sunnati bilan nafs xohishimiz, havoyi havasimizning ozdirishlaridan iborat ikki ishning birini tanlash bilan sinalimiz. Agah bo'ling, ey ro'zador qarindishim, havoyi havas asosiy sarmoyangiz bo'lgan hayot minutlaringizni elib ketmasin. Mülk berildi sana çın tutqun elingdikini. Kim başqurmasa mülkini beşiğe çıqar bir günü. Oğru saat elib ketmesin aldıratqın ömürni. Ba'zisini zoya qilsang yo'qitsan hammini. Vaqting ketdi, baxting ketdi, tishlasangmi barmoqni. Nadomating foyda qilmas, chaqsangmi gar so'ngakni. Allah Taala biz bandalarning mübarek Ramazan ayida o'zining qahri g'azabini keltiradigan ishlarda yiroq turishimizni xohlaydi. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandek, sizlarga Ramazan ro'zasi farz qilindi. Havoyi havaslarga berilib, shahvatlarga agashgan bir turkum qavmlar radio televizorlarda va buningdan boshqa internet bloglarida ruhiyatimizga fujur, fitna fasodlarni terish bilan bizni itoatdan va taqvodorlikdan uzoqlashtirishni qattiq arzu qilishidi. Alloh sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni, sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarning hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Shahvatlarga agishadiganlar, ya'ni shaytonga agishadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Ramazon vaqtlarni g'animat bilishni va ömrünü güllendirishni maqsad qilganlar uchun kam uchraydigan bir fursatdir. Ramazon vaqti belgilangan qisqa ömürdür. Ramazon vaqti belgilangan qisqa ömürdür. Kütülgan başlanışı, bilingan oxirlashi bordir. İnsan ömrünün bir qismi turli ibadetlarni ma'lum vaqtlarda ado qilishga taklif qilingan bo'lib, Ramazon insonning bu ömrünün kichiklitilgan o'rnikidir. İnsanning ömrünün qolgan qismi uxlash va orom olishdek insoniy tabiatga aloqador hojatlarini ravo qilishga belgilangan bo'lib, bu qism yuqorqi qismni bajonidil ado qilish uchun xizmat qiladi. Mubodo biz ibodatni ado qilishga belgilangan umrimizni zoya qilib o'tib, uni insoniy tabiatga aloqador hojatlarni ravo qilishga belgilangan umrimizga o'xshash qilib etsak, ruhimizning haqqini tinimizga o'tkazayotgan bo'limizda o'zimizni ziyon uchratgan va ruhlarimizni zulm solgan bo'lamiz. Darvaqa bu umrimizning qolgan qismining ko'pinchisida tan saqliq va vaqt bor turib, mushundoq davomlashib boradi. Shunga payg'ambar alayhissalom aytganki, ikki cho'ng ne'mat bor bo'lib, ko'pincha insonlar uning qadrini bilmaydi.
Biri salomatlik, ikkinchisi bekor vaqt. İbnül Cevzi bu hadisning ma'nosi haqida mundaq deydi. İnsan sağlam turib, turmush halakchiliklaridan biri bo'lmasligi mumkin. O'zi boy, lekin tini sağlam bo'lmasligi mumkin. Sağlamlik va bo'sh vaqtdan iborat bu ikki ne'mat bir insonda tepilganda, o'rinliq Allohga itoat qilishdan g'olib kelsa, ya'ni rohat bilinsa, bu dal ziyon tortquchidir. Chunki dunyo oxiratning ekinzori va foydasi oxiratda o'ttirg'i chiqadigan tijorat markazidir. Kimki bo'sh vaqti va tan sog'ligini Allohning itoatiga atsa, u kishi nijotga erishgan kishidir. Aksicha, kimki tini sog' turib, bo'sh vaqtini Allohga osiylik qilish bilan o'tkazsa, u kishi ziyon tortgandir. Chunki bo'sh vaqtdan keyin aldirashchilik, sog'lomlikdan keyin kasallik kelishi mumkin. Ramazon umrlardagi va vaqtlardagi ziyonni o'lchaydigan bir tarozidir. Ramazonning o'ttira yoki oxirida aktiv ibodat qilish xiyoli bilan avvalgi o'nida bo'shanlik qilib, fazilatlardan mahrum qoldiganlarmi? Ramazonning beshida aktiv ibodat qilib, ig'ir kelganlik yoki boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lganlik sababidan o'ttira va oxirida o'rinliq bo'ldiganlarmi? Va hatto butun oy g'aflatda yashab, Ramazonga qandoq kirgan bo'lsa, shundoq chiqib ketadiganlarmi? Hatto Qur'on Karimni Qur'on oyida tark etganligi, jasadi ro'za tutgan bo'lsa-mu, qalbi ro'za tutmaganligi, kechalari qiyomda turish va ibodat qilmay qolganligi va Ramazon oyining hurmati qalbidan ko'tarilib ketganligi sababidan Ramazonga kirganligidan nacharroq chiqib ketadigan kishilarmi bordir. Aqti umr mollaringning vaqtlari ey. Bo'ldi isrof, yo'qdi shafqat, yo'qqanga ey. Bo'ldi isrof, yo'qdi shafqat, yo'qotqanga ey. Xajdidan umringni sen haqiqatan ziyonida, og'riq kelar orqadilla, og'riqdan paydin mupay. Shubhasizki, Ramazon oyi biz yetishni arzu qiladigan manzilga bizni yaqinlashtira oladigan bir fursatdir. Shaksizki, yaxshilikda ilgari bo'lg'uchilarning manzili qalblar talpinadigan, bo'yinlar so'ziladigan bir manzildir. Bundaq ekan, qalblarimizni bu tarozi mezonga qo'yaylik. Farzlarni kamil ado qilish, nafli ibodatlarni ko'proq qilib olish bilan harom ishlardan saqlanish, makruh ishlarni tark etish uchun bu manzilga o'zimizni Ramazonda va boshqa vaqtlarda tanglashga tirishaylik. Muborak Ramazon vaqtlarini nafsimizni bu shaklda tarbiyalashda o'tkazalisak, qalblarimiz tadrijiy holda Allohga yaqin darajalarga yetalishi mumkin. Ey Alloh, ishimizning asosi bo'lgan dinimizni yaxshilab bergin. Yashayotgan dunyomizni yaxshilab bergin. Hayotligimizda har qanday bir yaxshilikni ziyorat qilib bergin. O'limni har qanday bir yomonlikdan rohat qilib bergin. Amin.